Men yer yuzidagi eng qadimiy sayyohman. Mening kichik bir tomchimda butun borliqning xotirasi yashiringan. Keling sizga o'z tarixim va mohiyyatim haqida so'zlab beray. Men dunyoga kelganimdan beri hech qachon yo'q bo'lmaganman. Faqat shaklimni o'zgartirib turaman. Bir paytlar men okeanning tubida haybatli to'lqin edim. Keyin quyosh taftidan yengil bug'ga aylanib, osmonga ko'tarildim. Bulutlar bag'rida muzlab, oppoq qor parchasi bo'lib, tog' cho'qqilariga qo'ndim. Mening borlig'im ikkita elementning, vodorod va kislorodning mustahkam ittifoqidan iborat. Ko'rinishim oddiy, rangsiz va hidsiz bo'lsa-da, ichimda ulkan quvvat bor. Men toshlarni yemiraman, tuzlarni eritaman va hayot uchun zarur minerallarni o'zim bilan tashiyman. Mensiz yer yuzidagi hech bir tirik jon yashay olmaydi. Men o'simliklarning tomirida qon bo'lib oqaman va ularga yashillik beraman. Men inson vujudining asosiy qismiman. Sizning har bir fikringiz va harakatingiz mening ishtirokimda sodir bo'ladi. Men sayyoraning haroratini muvozanatda saqlayman. Jaziramada salqinlik, sovuqda iliqlik beraman. Kelajak uchun omonatman. Bugun ishlatayotgan har bir tomchi suvingiz farzandlaringizning haqqidir. Men shunchaki suv emasman. Men hayotman. Meni asrang.